Assalomu alaykum obunachilar. Hocakelar videoni boshidan bugun bittadan like bosmasalar umuman bo'lmaydigan vaziyat bo'ldi. Bugun Zapar aka. Aha. Like bosmasa boru. Afsuslar. Dengada men tugul qo'ylar ham xafa bo'ladi. Eng qizig'i like bosidan boru. Bosishmasa like o'zlari o'ta afsus qilishadi. Nimaga degan savolga javob qarang. Bugun uzoq kutilgan video bo'ladi. Aha. Ma'noli, mazmunli bo'ladi. Bugun sotuvga emas. Bugun uyimda seleksiya qilayotgan qo'ylarimni chiqaraman. Ha, o'zingizdagidan ma'noli. Ha, o'zimning qo'ylarim hali yetib kelgani yo'q. Shunga uzoq kutirmasdan qanaqa qo'ydi, qaysi qo'ydim, qanchaga nima olsam, qanaqa foyda qilaman degan narsalarni bugun yoritamiz. Kimdadir masalan gapingiz bo'ldim, kimdadir 50 million, примерно 50 million pulim bor, nima qilayin ekan, qaysi qo'yni olib boqib, qaysi qo'ydan foyda topaman deb o'ylab turgan akalarimiz uchun bu degan. Zapar aka 10 yillik tajribamdan kelib chiqqan holda bugun gapiraman. Qo'y boqishni hamma o'zini stilida boqadi. Bugun qo'y boqish qilmaymiz biz. Biz qaysi qo'yda qanchaga olsak, nima qilsa, qanaqa daromad olishadi, shuni yoritamiz. Bugun faqat shuni yoritamiz. Bir vaqtda o'zimning uyimdagi qo'ylar, bular sotuvdagi qo'ylar emas. Bu seleksiya o'zimni ozgina pul bilan boshlagan seleksiyam bu. Xudo xolasa videoni oxiriga ko'rib tursa, mazza qilishadi bugun. Gap yo'q. Qo'yni bir vaqtdan olingda, olib chiqib, mehnat qilib olib chiqib syomka qilamiz. Bizga asli bo'lsa qiziqishga video qilamiz. Prosta mehnatimizni qadrlab bittadan like bosib qo'yishsa, biz videoni boshlaymiz. Sizlar uchun akalar, assalomu alaykum. Kanalimiz ashaddiy qadrli obunachilar, akalar, ukalar, hammalaring kunlaring xayrli, barakotli bo'lsin. Akalar, boshidan haqiqatan Sardorbek aytgandek, bittadan like tirs bosib qo'yinglar, chunki sizlar uchun bu yerda qo'y sotish emas maqsad. Prosta haliga nima deydi? Sizlarga ma'noli video olishimiz uchun shu qarorga keldik. Xudo xolasa ona bola, bu yerda bo'g'ozlar bor, qisirlari bor. Kelgan qo'chqorni nech pulga olib kelganlar, nech pullik sog'liq olganlar, hamma ma'lumotlarni berib o'tamiz. Sizlardan boshidan like bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz, obuna bo'lmaysiz. Ko'radiganlar ham o'ta ko'p. 3000, 4000 prosmotr bo'lsa ham, haliga nima deydi? Obunachi o'ta kam, shuning uchun obuna bo'lib qo'ysalaring, shunaqalar kelganda nabodimda ulgurib qolasizlar. Sardorbek ma'lumotlarni berasiz. Xo'p, Zapar aka, qaysidan boshlaymiz? Birinchi qo'ramizdan boshlasak, buni olib chiqib ham ko'rsatamiz, hammasini dona-dona. Endi shayda ham bitta ma'lumot beraylik. Afg'on sifat qo'ylar shekilli. Bu afg'on, qarang. Afg'onga mana bu yerda bitta qo'chqorim bor. Uni olib chiqib ko'rsatamiz videoni hozir. Tashqariga olib chiqishda mana ina bolalarga qo'shib olib chiqamiz. Xo'sh, mana afg'on ikkitasi. Afg'on. Ha, bittasi Arashan. Arashan bilan afg'ondan ikkita qarab turing. Seleksiyani boshlashimda Zapar aka. Ikkita afg'on, ikkita Arashandan Arashanga qo'chqorni qo'shdim. Qanaqa bola beradi? Qanaqa bola berar ekan deb. Eng qizig'i, bu yerda olib kelganim Qashqadaryodan ham ikkita olib keldim. Buni ichida. Buni ichida bor. Ha, hozir qo'shdim. Hammasi qirg'iz emas. Yo'q, hammasi Qirg'izistonniki emas. Nimaga? Seleksiyani hamma turidan olish kerak. To'g'ri. Qaysidan qanaqa tushadi? Men ularni bilib bo'ldim. Qaysidan qanaqa tushadi, yoshini qanaqasini olish kerak. Yana bir gap, hamma ektish, qo'qli, yariqchaga ishqoz bo'lyapti. Hamma. Lekin u qo'yim menda yaxshi bola bermadi. Ha, u qo'ylar yaxshi bola bermadi. Mana bular bola berishni yirtiverdi. Mana bular. Buni olib chiqib ma'lumotini beraylik. Bayda chakka sho'p ketadi hozir. Dona qilib tushuntiraylik shuni. Mayli bo'lmasa, ikkita-ikkitadan, to'rtta-to'rttadanmi olib chiqib bo'ldi. Bo'lmasa, mana akalar. Xo'p, Sardorbek, qo'chqor bu yosh qanaqa buni? Bu qo'chqorimiz 4 tishga o'tdi endi. 2 tishligida olib keldim. 1 yil bo'ldi Zapar aka bu qo'chqorni. Bu qo'chqorni hozir ushlab olib chiqqanimning sababi Zapar aka. Abzatinni qo'ydi, misol seleksiya qilaman degan odam qo'chqorni zo'rini olib kelib olish kerak bitta. Zo'rini. Ha, qo'chqorni zo'rini, ammo qo'chqor desa balandroqqa olishadi. Chunki qoni geni kuchli bo'lsa, bola berishga yirtiveradi. Nimaga? Foydani tez kiradi. Zapar aka, yana bitta ma'lumotda. Qirg'izistonga ko'p o'tib yuramiz-ku biz. Qirg'iziston qo'ylari nimaga yirik degan savol bor-da. Nimaga? Ha, u savolga qarang. Qo'ylar oddiy o'zimiz sovliq qo'y, oddiy sori Arashan qo'ylar bo'ladi. Qo'chqorni zo'rini qo'shishadi.
Biz O'zbekistonda aholi misol 10 ta, 20 ta, 15 ta qo'y olishadi-da, rosa olsa 10 million bo'lmasa 12 millionga qo'chqar olishadi. Da qo'shadi, undan yaxshi natija kutish keragi yo'q. Keragi yo'q. Ha, undan yaxshi natija kutishmaydi. Sir bo'lmasa, Sardorbek, bu qo'chqorni nech pulga olgansiz, nech tishligini olgansiz? Qaysini bundan qanaqa bola tushdi? Qarab turing Zapar aka. Bu qo'chqorni ilk tishligida olganman. İlk tishligida o'zimga ham ozmuncha pulga kelmagan. Sir bo'lmasa nech pulga kelgan? 4000 ga kelgan Zapar aka. 4000 dollar. Ha, 4000 dollarga kelgan. Qulog'i 23. kelmagan. Ha, chiqcha pulga kelmagan. Qulog'i 23, garbonoz, qonlar tekshirtirilgan. Hamma tomoni liniyasi bor-da qo'chqorda. Ha, unisini misol aytmaymiz, endi unisi chiqcha sir to'g'risi. Ha. Hamma tomoni kelgan. Endi bunga biz 3 ta qo'yga qo'shdik, olib kelib, ikkitishligida. Ikkitishligida. Ha, qanaqa bola berar ekan, qanaqa tushirar ekan deb. Uni ikkitasini hozir bitta oshnamizga berdik. Ona bolani. Buyilga hozir sog'liqlarni ko'piga qo'shib oldik, Xudoga shukr. Ha, sog'liqlarga hozir qochgani bor ular ichida. Ha, qochgani bor. Bitta arasham bilan bitta afg'onni oshnamizga berdik. Ikkita afg'on, ikkita arashamga qo'shgan edik. Bittasi nobud bo'lib qoldi, to'g'risi arashamniki. Ha, mana bitta afg'onniki, mana afg'onga ham qo'shib olgan. Afg'onni ma'lumotini ko'rsatingchi, aytingchi. Bu afg'onni ma'lumoti Zapar aka. Buni bitta bolasini sotdim, yaxshi pulga. Ona bola kelganda, bunda o'zim tug'dirmagandim, birinchi bolasini. Birinchi bolasini. Yaxshi bola berar ekan deb turib olib qoldim-da, buni qo'chqorga qo'shdim. Qo'shdim, endi qara. Yana buni narsa kelib tushdi Zapar aka. Ha, hozir bu mo'y qo'chqorni bolasi. Uni qo'chqorni bolasi. Uni qo'chqorni bolasi bu. Bashara oqaryapti degani, urg'ochi. 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 Bu afg'on qo'ydi bolasi. Buni afg'onga qo'shilgan bu. Nimaga Arashanda afg'on do'koni bor. Bor, ha, shuning uchun bunga qo'shilgan. Akalar, Yana bitta gap Zapar aka. Buni narsani men 3 million 700 mingga olganman. 3 million 700 ming 3 so'm. million 700 ming so'mga. Nimaga arzon? Tish katta qo'ydi. Ko'rsating. Hamma video boshida aytdim, 2 tish 4 tish qo'y baqadi deb. Tish yo'q o'zarda. Tish yo'q, katta emas. Tish kerak emas buni. O yonboshda ikkita tish qoldi. Buni tish kerak emas menga. Menga bolani bundaqa tushirib bersa bo'ldi menga. Hozir shu tish yo'q bo'lsa ham shunaqa bola tushadimi shunda? Bundan ham zo'r tushadi. Qo'chqorni zo'rini qo'shsa, bundan ham zo'r tushadi. Akalar, mana ma'lumot. Bir xilgilar 2 tish, 4 tish qo'y deyishaveradi. Palan pulga 4 tish, 2 tish birinchi qo'shiqqa qo'y olishadi. 3-to'g'ishiga bo'lsa ham, o qari ekan deydigan akalarimiz uchun bu maxsus video. Yaxshilab ko'rib olinglar akalar. Bu chunki tishi yo'q qo'ydan mana tushib turgan bola. Bundan ortiq tushmaydi. Qulog'i o'zi hozir necha? Bu 20 dan oshiq. 20 oshiq. Mana 20 oshiq buni qulog'i. Necha oylik bo'ldi mashg'ulot? Bu 2,5 oylik bo'ldi, hali 3 oylik bo'lgani yo'q. Mana qo'zi. 2,5 oylik bo'ldi. Mana Tishi yo'q qo'ydan. Tishi yo'q qo'y bolasi. Gap yo'q. Mana. Mana. Quloq ko'ringlar. Gap yo'q lekin. Mo qari qo'ydan oldin ham bu tishi borligida olodingizmi? Qanaqa edi tishi? Tishi yo'q-da. Tishi yo'qligida olib, ikki marta bola oldingiz. Zaparaga qarang, 4 tish qo'y ham zo'r bola bermaydi. Buni bolasini nech pulga sotdingiz? Yo'q, chiroyli pulga sotdim ama. 3 millionga oldim dedingizmi? Qancha? 3 million 700 ming. 3 million 700 mingga olgan qo'ydan ikki marta yaxshi daromad oldingiz shunda. Bu ikkinchisi. Buni bolasini chiroyli pulga sotganman. Bu qo'ydan bilan o'zi ham qolib ketgan deydi-yu. Gap yo'q. Shunday narsa bu. Keyingi qo'yingizni ko'rsatingchi. Sardorbek hozir qo'chqorni bolasimi bu ham? Yo'q, bu Zapar aka bu qo'chqorni bolasi emas. Buni mana shunday ona bola olganman buni. Ona bola. Ha, ona bola olganman. Nimaga? Buni bolasi yaxshi berayotgan bolani, onasi sog'liq. Onasi bo'lmi shunda? Ha, onasi bu bolani yaxshi berayotgan. Endi bu onasini uni qo'chqorga qo'shdim. Qoshdimi bu? Ha, bu qo'shdi. Nari qo'chqorga qo'shib qo'ydim buni. Aha. Buni endi nimaga bu bolani berayotganda nimaga ayting, sog'liq qarang. Garbonoz, qulog'i oq yuz, misol mana oq quloq tashab turishdi qarang. Sog'liqni mana garbonozga qo'chqordan ha, qo'chqordan garbonoz yo'q. Mana oldilari ochiq. Avvalambor tishi nechta? Bu ektish, unaqa yo'q, unaqa beqoramda yo'q. Bitta afg'on sog'lig'im bor. Uni ham bir probaga olib kelib qo'ydim, bir dona. Nechtadan ag'iga baqasiz? Men 6 tishdan tepasini baqaman. 6 ta. Hozir bu endi ikkita, bitta, 4 tish bo'lsa shuni. Shuni oching-da. 6 tish. 6 tish ekan. Ha, bu 4 tadan 6 taga o'tdi. 6 tish qo'y, 8 tish qo'y, tishni bosgan qo'ylar bor-ku, bola berishdi, yirtib beradi. Bolani zo'r beradi. Chiroyli beradi. Boqishga ham zo'r. Voy,
qarang. Akalar- Mono qo'ydi Zapar aka. Endi narxini ham aytib ketaylik. Sog'liqlarda aytaman narxini ham. Mono qo'ydi ikki tishi qo'zisi 8 million so'm. 8 million. Ha. Ha. 6 tish, 8 tishi 6 million so'm. Bitta gap Sardorbek, hozir qo'yingiz masalan serob bayda. Primерно mana shu ona bola, nabodan kimgadir yoqib qolsa, mana u qo'chqordan qochgan ekan. Ha, qo'chqordan qochdi bu. Qo'chqordan qochgan ekan. Navonni yoqib qolsa kimgadir telefon qilsa kelishaverasizmi narxini? Yo, bu boqiladigan qo'y emas. Endi boqiladigan qo'y bo'lgani bilan bitta ishqiboziga ikkita 3ta qo'ydan beraverar, nima bo'libdi? Sizga kelaveradi. Masalan, u begona emas, mana shu ona bolani bu qochmagan bu Sardorbek. Yo, bunisi qochmagan hali. Quloq joylashuvi eng qizig'i mana quloqni yapaloqligiga e'tibor beringlar. Mana yapaloqligiga oq quloq Xudo xolasa yaxshi narsalar chiqadi. Xudo xolasa. Bundan Sardorbek bu qochgan, bu qochmagan hali. Yo'q, bu qochmagan. Bu yildan kelgan ekan bu. Ha, bu qo'z bu yildan erta borib qo'shiladi buni. Sardorbek telefon qilishadi. Mana shu ona boladanmi, o'sha yoqqanidan bir ikkita qo'ydan kelishtirib, Nomerimizni qoldiramiz Zapar aka. Ma'lumotlarni beramiz. Qolgan, misol qo'y boshlamoqchi bo'lgan, telefon qilishib ham so'rashaveradi bemalol. Nomerimizni qoldirib qo'yamiz shaytiga. Gap yo'q. Bo'lmasam keyingilarga o'tamiz. Bo'g'ozlardan ham chiqamiz. Bo'g'ozlardan ketdik. Sardorbek bular bo'g'ozmi hozir? Ular Zapar aka mana shu qo'chqorimiz bilan yuribdi, bir 80% qochib bo'ldi bu qo'ylarni. 80% qochib bo'ldi. Bu qo'y hozir aytdimmi videoda haligi sog'liqqa qo'shdiq, bola berishni zo'r berar ekan dedik. Hammasini oq yuz olganmiz. Kim olsa mayna oq yuzlaridan olsin Zapar aka. Akalar svitiga e'tibor berib qolsinlar. Svitiga bitta ahamiyat berib qo'yishsa alohida bitta. U ham bitta ma'lumotda Zapar aka. Yana bir gap Zapar aka. Bu qo'ydi yoshini olishmasin. Yoshini olishmasin. Yoshi nimaga? Bu qo'ydi yoshi Zapar aka 10 million ustida. 10 million ustida. 10 million ustida. Men buni eng balanti 7 million 200 ming olganman. Eng pasti o'sh ikkitasi 9 million 300 ming bo'lgan. 9 million 9 million 300 ming so'm bo'lgan. Qashqadaryoda aytganman. Qani o'sha qo'ylar mashinalar ichida? Mashina ichida yosh katta. Ikkitalik o'shalikda Azbek ikkitalik. Bittasi mana mana. Bittasi mana. Bittasi ana ushadi. Ular chakana qo'ymasin. Mana qarang Zapar aka. Shunda 4,5 million olganmiz shuni. Ha, 4,5 million oshiqroqdan bo'ladi. Bu qo'ydi ikki tishi Zapar aka 7 million. 7 million. Ha, kamida 7 million so'm bu qo'ydi ikki tishi. Buni yoshi katta. Mana. Akalar tushunib bosgan ekan lekin. Bu bolani beraveradi. Bolani. Ha, bolani beraveradi. Mana uni afg'on qo'yingiz, mana afg'on qo'yingiz. O bolasini ko'ryapsizlar. Qulog'i yerga tegib turibdi pashti. Endi qarang, bu misol 4,5 million bo'lsa ham 7 million, 2,5 million razisami? Bu misol 10 million, 7,5 millionga olib pul ko'paytiraman deysa, uning uchun bir qop pul kerak bo'ladi. To'g'ri, pulni kattasi. Akalar, mana maslahat bu. Mana gapingizni bo'ldim Sardorbek. Hop. Qari masalan tishi yo'q bo'lib ketganidan masu 8 tishidan olib ham boqaringlar. 8 tishi ham 3 marta bola olinglar. Yetadi sizlarga akalar. Xotirjam yetadi. 7 million 200 ming so'mlik qo'yimiz mana bu qo'y. Bu tug'ay deb qoldi bu qo'yimiz. Ha, tug'ay deb qoldi. Qochgan ekan. O'z mana yelini ham bilib. Yelini tashab qo'ydi. Mana Zapar aka yuzni qarang. 7 million 200 ming so'm olganmiz buni. Ha, chiqadi. Tishi 8 ta. 8 ta buni tishi. Mana buni misol 1000 dollarda bu qo'ydi yoshi. 1000 dollar. Ha, yoshi 1000 dollar. Bundan ikkita bolani olsa, ikkita urg'och tushsa Zapar aka. Misol hozir buni qo'ydi bo'yi 85-90 bo'lsa, misol 85 bo'lsa bo'yi, hozir tushadigan bolasi 90 bo'ladimi? Hech bo'lmasa, uni yana bitta qo'shsa 95 joy. Buni Zohidjon aka Hakimov chiqardilar, chortoqda syomka qildilar Zapar aka. 4 yillik haligini seleksiya natijasini. Onasi 85 ekan bo'yi. Bitta bolasi 90 ekan. Uni bolasi 95 ga chiqibdi o'zi. 1 metrga qarab ketyapti. 1 metrga qarab, hali qo'chqar zo'rini qo'shishganda, sekin-sekin chiqib ketishyapti. Buni 10 millionga olib boshlagandan Zapar aka. Bundan bitta tushirib, undan yana tushirsa, haqiqiy o'sha seleksiya bo'ladi. Puli kam odamlarga. Puli kam odamlarga. Buni misol 1000 dollar, 2000 dollarga olib boshlasa, buni kasali bor, boshqasi bor, patriyat bo'ladigani bor. To'g'ri. Buni ko'p pul ketadi. Tez daromadga kirish uchun sredniy narx 6 million 7 millionga olishsin. 6 million 7 million. Ha, 6 million 7 million oralig'ida sredniy narx. Sardorbek bitta narsa beradi.
Hozir necha foiz qo'y qochib bo'ldi shu yerda? Bu yerda 80% qochib bo'ldi. 80% qochib bo'ldi. 80% qochib bo'ldi bu qo'ylar. Bola qo'chqoringizni Sardorbek ishlatib bo'lgan bo'lsangiz, bitta dehqonimizga beraylik buni. Yo'q, bu hali olaman o'zim. Yana olasizmi? Ha, bundan olaman. Yo endi masalan bu yildan keyinga bundan tushgan bolalari hop Ha, o'zi kerak bo'lmay qoladi. kerak bo'lmay qolar buni. Ha, nimaki? Buni bolalari ham yana qochadigan bo'lib qolsa, o'zini bolasi o'ziga to'g'ri kelmay Ha, qoladi. qo'sh bo'lmaydi. Endi almashtirish kerak. Ya almashtiramiz qo'chqorni. Hop buni Qochgandan keyin almashtiramiz buni. birata ishqivoz chiqsa, mayli qimmat bo'lsa ham, haqiqatan 20 ta sog'lig'im bor. Shunaqa sizga havas qildim. Men boqay degan akalarimiz uchun kelishasizmi telefon qilsa? Bu turda hamma qo'yim sotkizlar yasish kerak. Yo, bular bo'g'ozlaridan bolasini oling, bo'g'ozlardan. Bo'g'ozdan sotmayman, Bo'g'ozlar bolasini olaman, to'g'risi. Ha, bo'g'ozlarni mana bolasini oling. O'zi rengin qilib olibdi qo'chqor. Mana qo'chq savdolaringiz haqiqatan zo'r. Ma'lumotlar uchun rahmat. Hamma kommentariyangizga, otangizga rahmat Sardorbek shuncha vaqt ajratganingizga deb yozib ketishyapti, xudo xolasa. Shuncha mehnat qilyapsiz Zapar aka. Like Bayda bosib maqtanish, bayda unaqa narsa yo'q akalar. Bu misol bir xil odamlar ko'stiyadi, syomka ham qilg'izmaydi. U Allohdan hammasi. Ha, u Alloh taolodan bizga misol mana shuncha mehnat qilib, syomka qilib borimizni ko'rsatyapmiz. Like bosib qo'ysin, biz shunisiga xursand bo'laveramiz. Lekin o bitta afg'on qo'zingizda afg'on bilan arashandan chiqqanmi yo toza afg'onmi? Ha, yotgan. Bumi? Bu toza afg'on, bu ektish qo'y. Ko'rsatingchi ashini. Ektish qo'yimiz, toza afg'on qo'yamiz. Akalar. Ashini syomka qilmadik. Yomon ko'zga tortar ekan mana shu qo'zingizdan. Svet ichiraylikda, buni qo'chqorga qo'shdik, Zapar aka buni ham. Qochdimi, qochmadimi? Qochdi bu ham. Bu ham qochdi. Ha, bu ham qochdi, xudo xolasa. Ammo qulog'i uzun ekan lekin buni. Sveti zo'r. Bu yoshroq deb qo'yganmi o'zimizga ham. Siz yosh qo'y baxmas akasiz deyishadi-yu. Yoshidan ham aytib qo'ydim. Mana ekishga endi o'tdi buni siz Zapar aka. Ekishga o'tdi. Ha, bo'ldi. Buni eshittiring. Shu qo'yda ishqivozi bo'lsa beramiz. Sotasiz. Ha, bu qo'yda ishqivoz, yosh qo'yga ishqivoz odamlar bo'lsa beramiz. Sotamiz. Mana shu qo'yni sotamiz haqiqatan. Narxi qanaqa bo'ladi? Bu narxni telefon qilishga kelishamiz. Gap yo'q. Arzon qo'ymas ammo bu ham. Xudo xolasa mashinadan ham kuchli bola beradi. Chunki mana bu qulog'i bunchalik emas qo'y, mana shunaqa bola bergan. Narigi qo'zini ektish qo'ydi qulog'i, lekin bundan uzun-da mana. Arashanga tortgan dumba osilmagan-da. Eng qizig'i razrezlik tikka dumba. Mana raketa dumba bo'lib turibdi-da. Bu qarang. Mana Civic. Mana brend. Xudo xolasa ishqivoz bo'lgan akalarimiz uchun tavsiya beramiz shuni bitta, shuni beramiz. Zapar aka ishqibozlarga. Lekin o burchakka ham olib o'taylikda. Aha, bormi yoqda ham? Ha, endi hozir uni ham ma'lumotini qarab. Uni ham ma'lumotini beraylikda. Bularni berdik. Bular Zapar aka 4 tish, 6 tish, 8 tish tish bosgan. Tish bosgan. Ha, bu hammasidan bor buni ichida. Xudo xolasa ko'payishgandan keyin bular tuqqandan keyin yana bitta syomka qilib beramiz, ha? Ha, bular ishqivoz bo'lganlar qanaqa chiqdi bu? Tagidan qanaqa qo'y tushdi, o'shalarni birma-bir yaxshi tushdimi yo mundayroq tushdimi, birinchi sortmi, ikkinchi sortmi, uchinchi sortmi, hammasini syomkada haligi vaqt haligisida berib o'tamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ysa, obuna bo'lmaganlar Zapar aka. Aha. Mashinani sekin tug'ish jarayoni, qo'zilanganda hamma ma'lumotlarni berib yuramiz. Gap yo'q. Misol bundan qanaqa daromad bo'lyapti, hozir qo'yda narx-navos qanaqa bo'lyapti, hamma ma'lumotini emin mana kanaldan beramiz. Aha. Hammasi obuna bo'lmaganlar obuna ham bo'lib qo'yishsa omma. Mana bu yoqda hop, ona bola bular narigi qo'chqorni bolalari bormi yo'qmi? Yo'q, buni narigi qo'chqor bolasi yo'q. Onasidan bola olaman deb kelgansiz. Buni onalari misol arzon qo'y Zapar aka, onalari. Aha. Bola berishlariga boya aytdim-ku, buni qo'yam, bu qo'ydi bolasi emas. Qaranglar, buni razrez. Videoni boshida aytdik-ku. Aha. Bolani zo'r berayotgandi. O'shanga olingan bu qo'ylar, jicha og'riqroq, endi semirtiramiz. Bola berishni qarang, Zapar aka. Qo'ziladi. Quloq qarang. Bu qo'zda 3 oylik bo'ldi mana shu qo'zi ham. 3 oylik. Ha, quloq qarang. Yuzni qarang. Jonivar, qo'chqor. Qo'chqorcha. Ha. Bola berishni zo'r berayotganda, yaxshi qo'chqor qo'shilgan ekan. Misol, sog'liqlarga ham bola berishga chiroyli ekan. Buni qarang. Polvon chiqdi. Ha, mana buni qarang. Quloq qarang Zapar aka. Ana quloq. Jonivarda razrezdi qarang. Tikka.
Rangi ham bular yangi kelgan deyman, bular Sardor aka, joy haligi semirmagan yo'q, bular yangi keldi. Ha, hammasi yangi keldi bularni. Ha, nima desa bular Qirg'izistonga borganimda uyda qarab yursangiz qo'zisi yoqib qoladi-yu. Onasi bilan olsangiz qo'chqarni qo'zsangiz bolani zo'r beradi shunda. Yo'q. Mana qarang, mana qo'zini. Qo'zi. Bu qaysi Bola berishni qarang. Bu chekka oq yuz turibdi, uni. Oq yuz, ha. Ha, o'shani bolasi bu, razrezni qarang. O razrezni qarang, aka, dumba razrezi, ponni qarang. Ponni takasi. Hammasida shunday, Zafar aka. Hammasi razrez, dumba osilgan qo'y yo'q. Yo'q, buning ichida dumbasi osilgani yo'q. Gap yo'q. Mana akalar, videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, akalar, like bosib, qo'llab-quvvatlab turaveringlar. Xudo xolasa, sotuvdagi qo'ylarimiz kelib qolsa ham, xudo xolasa syomka qilib beramiz. Hop, kimga qanaqa ma'lumot olgan bo'lsalar, akalar, biz xursand bo'lamiz. Sizlar qanaqa nima deydi, chorvachilikka qanchalik ishqiboz bo'lib, harakat qilib pul topib turibsiz, pulni yaxshi topsalaring, biz sizlardan xursandmiz. Chunki haligi nima deydi, bu ma'lumot olganlaring uchun barcha ma'lumotlar Sardorbek berib o'tadi. Bugun erta indin qilib mashg'ullar tug'adi, tuqqanini ham video qilamiz, hamma jarayonlarni video qilib o'tamiz Sardorbek. Zafar aka nomerni qo'yib qo'yasiz. Nimaga? Mana odamlar yana qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'lsa, telefon qilishsa, hammasini beramiz. Qanaqa qo'y olsam bo'ladi? Men moncha pulim bor, men buni endi kirmoqchiman deganlarga nomerimni qo'yib qo'yasiz. Hammasi bilan gaplashib, xudo xolasa qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni beramiz. Bundan boshqa ham. Gap yo'q. Hammasiga-da. Bo'lmasam, shular Sardorbek bugunga. Bu uyimdagi qo'ylar shular. Gap yo'q. Akalar, sotuvdagi boshqa ko'ramda bilasiz. Sotuvdagilar. Bu uyimda haligi seleksiya. O'zimda. Gap yo'q. Bo'lmasam akalar, videomizda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammamiz chorvamizga Alloh baraka bersin. Mana shunaqa tozalaridan liniyalik nomer adellar O'zbekistonda ko'payaversin akalar.